Mo'tabar mo'mina ayollar kitobidan. Hazrati Savda binti Zam'a radhiyallohu anha, mo'minlar onasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hazrati Hadicha radhiyallohu anha onamiz vafotidan so'ng Hazrati Savda binti Zam'a onamizga uylandilar. Savda onamizning otalari Zam'a ibn Qays ibn Abdush, Shams ibn Abd, Vud ibn Amr ibn Lu'ay ibn G'olib. Onalari esa Shamus binti Qays ibn Amr ibn Zayd ibn Labid ibn Hidash ibn Amira Banu Adi ibn Najjar qabilasidan edi. Savda onamiz dastlab amakilarining o'g'li Sakron ibn Amrga turmushga chiqqan. Ikkovlari islomni qabul qilib, Habashistonga hijrat qilganlar va 8 muhojirning safidan joy olganlar. Savda onamizning birinchi erlari Sakron ibn Amr kasal bo'lib vafot etgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadicha onamizning vafotlaridan bir necha yil keyin Toifdan nihoyatda mag'zun bo'lib qaytgan edilar. Savda onamizga uylanishlari va ana shunday vaqtga to'g'ri kelgan. Mo'mina ayollar orasida Havla binti Hakim radhiyallohu anha Nabiy sollallohu alayhi vasallamning nomlaridan Savda onamizga suvchi bo'ldi. Savda onamiz otalarining roziliklari bilan payg'ambarimizga turmushga chiqib, mahrga 400 dirham olgan. Shu vaqtda Ramazon oyi bo'lib, payg'ambarligining 10-yili edi. Bu nikoh makkaliklarni taajjublantirgan. Chunki Savda onamiz yosh emas, unchalik chiroyli ham emasdi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyinchilikda qolgan kimsasiz ayolni himoya etganlar. Savda radhiyallohu anhu mo'minlarning onasi. Zimmalaridagi mas'uliyatni ado etishga sidq dildan kirishib, yetim qolgan farzandlarining tarbiyasi bilan shug'ullangan. Savda onamiz itoatli, sevimli va hazilkash ayol edi. Bir kuni Savda radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhissalomga: "Ey Allohning rasuli, kecha ortingizdan namoz o'qidim. Juda uzoq vaqt ruku qildingizki, qon oqib ketmasin deb burnimni ushlab turdim" dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kuldilar. Shu tariqa oradan 3 yil o'tdi. Savda binti Zam'a Oysha onamiz kelin bo'lib tushganidan keyin ham hazil mutoyibani tark etmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xonadonlariga boshqa ayollari birin-ketin kirib kela boshladi. Biroq bu hol ularni o'z o'rinlarini yo'qotishga olib kelmadi. Suyukli payg'ambarimiz har qaysisiga yarasha muomala qildilar. Oysha radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi: "Men Savdadan boshqa tutumi va siyratida o'zimga yoqadigan, unga o'xshash ayolni ko'rmadim. U yoshi katta bo'lganda, ey Allohning rasuli sallallohu alayhi vasallam, sizdagi haqqim bor kunimni Oyshaga berdim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oyshaga 2 kun, o'z kunini va Savdaning kunini taqsim qilar edilar. Alloh taoloning izni ila Nabiy sollallohu alayhi vasallam hijrat qilganlarida Savda binti Zam'a onamiz ham u zotning ortlaridan qizlarini olib hijrat qilgan. U yerda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xonadonlarini boshqarib turgan. Badr jangida qarindoshlari Suhayl ibn Amr asir tushganida sodda dillik bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qilgan ishoralari tufayli asirlarga yaxshilik qilish bo'yicha shar'iy qoidalarga yana bir qo'shilgan. Savda binti Zam'a onamiz: "Batahqiq, sizlarga hojatlaringiz uchun chiqishga izn berildi" oyati nozil etilishiga sababchi bo'lgan. Savda onamiz betakror xislatlari, taqvo, saxiyligi bilan ajralib turardi. Umar radhiyallohu anhu ularga bir xurjun dirham yuborganlarida ularning hammasini tarqatib yuborgan. G'azotda ishtirok etib, Haybarning fath qilinishiga guvoh bo'lgan. Hazrat Savda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin Hazrati Umar radhiyallohu anhuning xalifalik davrida vafot etgan. Bu paytda u chamasi 80 yoshlarda bo'lgan. Savda onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan 5 ta hadis rivoyat qilgan. Ulardan birini Imom Buxoriy rivoyat qilgan.